Odamlar ko'p yillar oldin uyquga ketgan ulkan trollni jasadini topishdi va o'zlari bilmagan holda uni uyg'otib qo'yishadi. Agar ismingiz keyingi videoda birorta personajga qo'yilishini xohlasangiz, hozirroq kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi rollarda esa mana shu kommentariya egalari. Video boshlanishidan oldin obuna tugmasini bitta urib 2 qat qilib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Odamlar va trolllar bir vaqtlar tinch totuv yashagan, ammo nasroniylik Yevropada kuchaygach, eski afsonalar yo'q qilina boshladi. Norvegiya qiroli Samandar askarlariga trollarni g'orlardan sudrab chiqarib, quyoshda toshga aylantirishni buyurdi. Qirg'indan so'ng trollar nasroniy belgilardan qo'rqadigan bo'lib, oxir-oqibat butunlay yo'q bo'lib ketdi. Bu afsonani otasi yosh qiziga doim uxlashidan oldin aytib berardi. O'sha qiz keyinchalik paleontolog bo'ldi va oradan 30 yil o'tdi. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz, kommentariyadagi havolaga o'ting. Yotoniman tog'lardagi kulbaga kirgan erkakka Charos ismli ayol hujum qiladi, lekin bu uning hamkasbi Bobur ekan va ayol to'xtaydi. Erkak Charosdan yordam so'raydi, chunki 3 yil avval ulkan trollni yo'q qilishda aynan Charos armiyaga yordam bergandi. Charos korrupsiyadan charchab, komissiyadan ketgan, hatto saroyga yaqinlashishi ham taqiqlangan. Bobur unga otasini eslatib, "Otang hozirgi qaroringdan norozi bo'lardi" deydi va Charos ularga yordam berishga rozi bo'ladi. Ular elektr stansiyasiga kelishadi. Bu yerda olimlar Elnurbek bilan Yahyobek Ikkinchi jahon urushidagi sabotajlar aslida ulkan trollni izlash uchun bahona bo'lganini aytishadi. Hozir esa o'sha troll laboratoriyada ultra binafsha chiroqlari ostida qotirib qo'yilgan. Mana bu jum bosib yotgan ulkan qop-qora narsa nima ekan deb yaqinlashtirib ko'rib yotmang yana. Loyihani Malika ismli ayol boshqaradi. U troll uxlayotganini, denkasi esa odamga emas, o'simlikka yaqinligini tushuntiradi. Keyin Bobur Charosni ko'hna matnlar to'plangan xonaga olib boradi. Ularning orasida 1030-yildagi Samandarning trollarni mamlakatdan quvib chiqarish haqidagi qonun ham bor ekan. Guruh yangi troll hujumi bo'lishidan xavotirda va Charosdan yordam kutmoqda. Charos avvaliga ikkilanadi va yashirincha trollning yoniga qaytib, uning burnini silaydi, uyg'onib ketar degan umidda, lekin foydasi yo'q. Keyin u pastroqqa tushib, o'sha siz-u biz bilgan joyni 2 qo'li bilan silaydi va to'satdan troll uyg'onib ketdi. Jamoa yugurib keladi, troll esa zanjirlangan. Elnur ultra binafsha chiroqlarni yoqishni buyuradi, ammo Malika uni o'ldirmaslik uchun pultni ishdan chiqardi. Zanjirlar uzradi, binoda esa vahima boshlanadi. Troll liftni urib yuboradi, lekin Charos to'tini yuvib yurgani uchun tirik qoldi va Bobur uni tashqariga chiqarib oldi. Elnur esa yerda dumalab ketgan troll namunasi bo'lagini olib cho'ntagiga solib qo'ydi. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Ma'lum bo'lishicha, trollning ismi Umidjon, chunki ota-onasi yaxshi bola bo'lsin, odamlarni o'ldirmasin deb umid qilgan ekan. Lekin u Yahyoni o'zi bilmagan holda bosib o'ldirib qo'yadi. Bobur, Charos, Nurbek va Malika favqulodda chiqish orqali qochishadi. Shu payt Umidjon binoni yorib chiqadi. Ularga bir qarab, "Men ayollarni o'ldirmayman" deb ketib qoldi. Demak, troll ham xotin-quli ekan. Tez orada jamoa vertolyotda harbiy bazaga olib ketiladi. U yerda ular mayor Shahriyor bilan uchrashib qoldi. Shahriyorning basharasi esa Amirxon Alixo'jayevga o'xshab ketar ekan. Kutish paytida Charos va Malika trollni uyg'otib yuborgani uchun urushib qoldi. Senga silashga boshqa narsa yo'qmidi deb. Bosh vazir Sanjar kelib, loyihani boshidan xavfli bo'lganini aytdi. Malika trollni tirikligicha o'rganishni, Charos esa tabiat kuchlariga buyruq berib bo'lmasligini aytadi. Sanjar xalqning qarg'ishiga qolmasligi uchun esa trollni topib o'ldirmoqchi. Charos g'azablanadi, chunki avvalam begunoh troll o'ldirilgan edi. Sanjar esa o'sha hujumda ukasi o'lganini aytadi va u trolldan qasos olmoqchi. Yig'ilishdan keyin Nurbek Charosni trollning shashonchasidan tushgan bir tosh bo'lagini qo'lida o'ynab yurganini ko'rib, uning razmeri senikining razmeriga to'g'ri kelmaydi deb maslahat bermoqda.
Shundan keyin Charos Shahriyorni jamoasiga qo'shilishni talab qiladi va otasi haqida gapirgach Shahriyor rozi bo'ldi. Malika ham ular bilan ketadi va harbiylar vertolyotlarga ultrabinafsha chiroqlar o'rnatib olishdi. Bu orada Buskaradagi kurortda odamlar degan qo'shiqqa raqs tushmoqda va to'satdan Umidjon shiptni yorib kiradi va odamlar qochish o'rniga u bilan selfi tushmoqda va oqibatda Umid bir nechta odamni tutib yeb yubordi. Harbiy vertolyotlar kelib ultrabinafsha chiroqlar bilan uni kuydira boshlaydi, ammo Umid elektr ustunini uloqtirib bir vertolyotni urib tushiradi. Shahriyorning hamrohi halok bo'ladi va askar qasos olishni xohlaydi, ammo Charos uni to'xtatdi. Umid esa jangni to'xtatib ketib qoldi. Shahriyor do'sti bilan vidolashadi. Malika esa trollning bu qadar yovvoyilashganiga ishonmayapti. Charos esa troll shunchaki uyiga qaytmoqchi bo'lganini aytdi. Uning fikricha odamlarning zulmi ularni shafqatsiz qilib qo'ygan. Bobur Umid bilan gaplashish mumkinmi deb so'raydi va Charos buni biladigan odam borligini aytadi. Leya shahrida yemay, ichmay, bolalarning rizqidan qiyib, 50 yil pul yig'ib, endi uy qurgan boboyning uyini Umid buzib o'tib ketadi. Bu paytda jamoat taqiqlangan tog' huduriga kiradi. Charos bu joy troll shoxiga qurilgan qadimgi tuzoq bo'lganini tushuntiradi. Odamlar uning bolasini o'g'irlab, shu yerda yashirib qo'ygan. Nasroniy belgilar ularga eng katta zarar yetkazgan. Trolllar shoxi esa aynan shu tuzoqdan tirik chiqqan va 3 yil oldin ular aynan o'sha shox bilan urushgan edi. Guruh g'orga kirib, Charos troll shoxining boshini yerga uradi. Shu payt troll paydo bo'ladi. Bu o'sha ertakdagi bola. Charos uni 3 yil davomida qo'lga o'rayotgan, shuning uchun troll unga ishonadi. U otasining toshini hidlab, burnini silab xursand bo'ladi. Bobur ham buni sinab ko'radi va Charos unga Mahmud deb ism qo'ygan ekan. Bu paytda Umidjon yaqinlashmoqda. Charos esa signal otadi. Mahmud qor ichidan chiqib, Umid bilan ro'baro bo'ladi va trollar jangga tayyorlanmoqda. Bobur o'q uzmoqchi, lekin Malika uni to'xtatdi va Umid yerga urib muzlarni yoradi va oqibatda Mahmud suvga cho'kib ketdi. Guruh vertolyotga chiqib qochmoqda. Umid uni urib tushirmoqchi bo'ladi, lekin ular qochib ketishadi. Charos Malikaga Mahmud birinchi marta g'ordan chiqqanda tinchgina osmonni tomosha qilgan edi. Shunday beg'ubor trollim o'ldimi deb po'killab turib yig'lamoqda. Xarita Umidjonning yo'lini ko'rsatadi. U Nidaroga bormoqchi ekan, maqsad esa qasos olish. Ular Charosning otasining qiz bola do'sti Dilmira bilan uchrashadi va ular tunnellardan Samandarning qabrini qidirishni boshlaydilar. Devorda belgi topib, maxfiy mexanizmni ishga tushiradi va yashirin eshik ochiladi. Qabrni ochib, Samanning skeleti va kumush qilich topildi. Cho'ntagidan esa troll qonunining yo'qolgan parchasi chiqib keladi. To'liq qonunda esa shunday yozilgan ekan: Samandar trollarni o'ldirishga qarshi bo'lgan va cherkov uni o'ldirgan. Shundan keyin qirg'in davom etgan va barcha aybni Samandarga to'nkab qo'yishgan. Umid bu paytda odamlardan qasos olmoqchi. Kurort va uyini vayron qilgan videolar esa butun dunyoga tarqaladi. Bosh vazir Sanjar evakuatsiya qilayotganini aytadi, lekin boshqa yechim topa olmayapti. Shahriyor esa do'stlari bilan trollga qarshi jang qilmoqchi. Charos pichoqni muqaddas suvga botirib, troll shoxining boshiga teginadi va tosh darhol sinadi. Demak, troll muqaddas suvga zaif ekan. Butun olomon yordamga tayyor va Bobur bilan Dilmira cherkov soatlarini urib trollni sekinlashtiradi. Harbiylar muqaddas suv bilan o'q uzadi. Troll zarar oladi, ammo tirik qoldi. Shahriyor portlovchi moddalarni ishga tushiradi. Troll esa jarohat oldi, lekin kurashni davom ettirmoqda. To'satdan Mahmud qaytib kelib, Umid bilan so'nggi daryodagi jangga kirishadi. Umid uni ko'p marotaba borib ko'prikdan uloqtirib yuboradi va Umid Mahmuddan anchagina kuchli ekan. Maktabning birinchi shefi ekan. Keyin Nurbek muqaddas suvni idishi bilan quchoqlab oldi va o'zini qurbon qilib vertolyotdan to'g'ri trollning og'ziga sakraydi. Oqibatda suv trollni butun tanasini yondiradi. Mahmud esa fursatdan foydalanib Umidning yuragini yulib oldi. Keyinchalik cherkov ta'mirlanadi. Dilmira esa Samandarning haqiqiy tarixini o'rgata boshlaydi. Charos o'zining tog' bag'ridagi uyiga qaytdi. Mahmud esa ulkan bulbulchasini sholpullatib qizning yoniga kelib turardi. Shu trollarni King Kong bilan urushtirib ko'rish kerak ekan-da. Qaysi biri yutardi, nima deb o'ylaysiz? Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.